Salom, bugun sizlar bilan treyderlar savdo faoliyatida juda katta moliyaviy yo'qotishlarga uchragan 3 mashhur shaxs haqida qisqacha va aniq ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda Jesse Livermore, eng mashhur treyderlardan biri, lekin eng fojiali taqdir egasi. Amerikalik treyder millioner bo'lgan. 1929-yilgi Buyuk depressiya paytida bozor qulashidan katta foyda qilgan. Ammo haddan tashqari risk, psixologik bosim va noto'g'ri qarorlar sabab bir necha marta butun boyligini yo'qotgan. Umumiy yo'qotishlari $100 million dan ortiq, bugungi qiymatda milliardlab. Oxir-oqibat depressiya va qarzlar sabab hayotini fojiali yakunlagan. Ikkinchi o'rinda Nick Leeson. Bu inson butun bankni qulatgan shaxs sifatida tarixga qolgan. Britaniyalik treyder. 250 yildan beri ishlab kelayotgan Barings bankida ishlagan. Futures va derivativ savdoda yashirincha juda katta risklar qilgan. Zararlarni yashirish uchun yolg'on hisobotlar qilgan. 1995-yilda bank butunlay bankrot bo'lgan. Yo'qotishlari $1.3 milliard. Natijada qamoq jazosi olgan. Xulosa: nazoratsiz treyder, portlovchi bomba. Uchinchi o'rinda Bill Hwang. Zamonaviy davrning eng katta yo'qotishlaridan birini amalga oshirgan. Amerikalik investor treyderi. Archegos Capital Management asoschisi. Kuchli leverage, qarz bilan savdo ishlatgan. 2021-yilda aksiyalar keskin tushib ketgan. Bir necha kunda butun kapitali yo'q bo'lgan. Yo'qotishlari $20 milliard dan ortiq. Credit Suisse, Nomura kabi banklar ham zarar ko'rgan.